biz 8 mingta oilani o'rgangan bo'lsak, o'z aslida muhtojlar undan ancha ziyod. Deyapsizmi? Jim tur bir pasga, ana odam so'kar. Bu muammo naqadar katta ekanligidan darak. Hali ham beparvo xalqimiz. Hali ham faqatgina o'zini maishat yaxshi bo'lsa bo'ldi. Atrofdagi insonlarga ko'zni yumib ketadi, eshitmaganlikka oladi, bilmaganlikka oladi, ko'rmaganlikka oladi. Mana shu beparvolik hissidan agar qutulsak, ishoning azizlar, bu dunyoda ham, u dunyoda ham faqatgina yutuqda bo'lamiz. Men bu yerda mana ko'rayotgan insonlarim orasida yosh kattalar, ayollarimizni ko'ryapman. Onajon, keling, sizni bir daqiqaga savolga tutaman. Keling. Keling. Ha, keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bo'ling. Keling. Rahmat o'g'lim. Ota-onangiz o'tganlar, a? O'tganlar. Alloh rozi bo'lsin, o'tganlar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Agar ota-onangiz shu qaytish imkoniyati berilganda, ota-onangizni ko'rish uchun, ota-onangizni yana bir bora bag'ringizga bosishlik uchun nimalarni berishga tayyor bo'lardingiz? Endi o'tib ketishgan ota-ona nima desam bo'ladi endi? Sog'inganmisiz? Albatta, sog'inmay bo'ladimi? Ko'proq kimni sog'indingiz? Onamni.